Oğlumның dünyası. Hikaye. Nurgül Heyt. Abdur sözü. Bu 3,5 yaşlıq oğlum Əliyarның çin hikayesi. Bu hikayede oğlumның her bir sualını sorğan çığdaki hissiyatını, yığlamsırğan avazını, mening yürükümden etilip çıkan köz yaşlarımını yazalmadım. Gödek oğlumның addili sorğan her bir suali bütün vücudumni larsiga saladı. Onun her bir sualıga cevap beriş üçün bütkül tarixni varaqlashqa, hazır üstüde oylanışqa, kelgüsüge yüzlenişimge, gah alemge yüzlensem, gah yürükümning cho'nqurlig'idagi özlükümge yüzlenishga to'g'ri keladi. Oğlum bilan qo'l tutuşib mangsaq, men uni emas, balki u meni yetilab mangayotgandek bilinadi. Rast, men oğlumga agishib ketyaptiman. Onun bilan billa cho'ng bo'layaptiman. Rahmat sana oğlum. Meni bulg'anayotgan cho'ng odamlar dunyosidan faylasuflarga xos soddiliq, go'zallik ham chin ma'na yoshiringan balalar dunyosiga qaytirib kelganingga rahmat. Qo'limni qo'yib etma. Men sana agishib odam bo'lay. Oğlum, quyosh muxlig'ili ketdi. Biz muxlayli. Әмсі маңа қызықарлық чөчек айтып берің. Әлбәтте айтып берімен, оғлым. Ұртықмақны айтып береймі? Yo'q, оны білімен. Үжмі сайысыны айтып берейм әмсі? Yo'q, оны мұсыз түнеге айтып болған. Ондақ болса, hayvanlar to'g'risidagi чөчекні айтып береймі? Ana, biz adam mı, hayvan mı? Biz elbette adam. Biz adam tursak, mağa nemiş qamsa hayvanlar to'g'risidagi chöchekni aytib bersiz. Bu dünyada biz adamlardan başqa yana nurg'un hayvanlar, o'simliklar yashaydi. Men sana ular haqidagi qiziqarli chöcheklarni aytib bersam, ularga bo'lgan tonishing cho'nqurlasharmikin deyman. Ana, mağa adamlar haqida chöchek aytib bering. Anla oğlum, men sana Çin Temür Batırның chöchekini aytib beray. Çin Temür Batır? Batır degan qandaq bo'ldi ana? Batır degan ajizlarni qo'g'daydigan, zo'migar, zolim alvaslardan qo'rqmay, ularga qarshi tura oladigan qo'rqmas odam. Tezroq aytib bering ana. Burungi zamonda bir o'rmonlikning chetida bir aksingil yaşaydı iken. Ularning dadısı, anısı yo'qmikan? Yo'q ekan. Dadısı bilan anısı ularni boqmay nä ketibdikan? O'rmonlikqa o'g'i chiqqanda yo'lvas yeb ketgan bo'lsa kerak. Dadısı bilan anısı bo'lmasa, ular qandoq yashaydi ekan? Aksining ismi Çin Temür Batır. Singlisining ismi Maxtumsula ekan. Aksi her günü arg'amoqqa minib, misran qilichini esib, kap-kap kuchugini ergashtirib, o'rmonlikqa ovg'i chiqib, toshqan, keyik, bug'a, jarallarni tutib akildikan. Singlisi Maxtumsula uyida o'tni o'chirmay, kulini ko'chirmay o'ltirib, aksi tutib kelgan hayvonlarning go'shini pishirib, aksi bilan birga yeydikan. Çin Temür Batır toshqan, kiyiklarni o'ltirsa, o'rmon soqchisi tutib olmamdi. Yo'q o'g'lim, u bek burungi chaqlar bo'lg'ashqa, u zamonlarda soqchi yo'q ekan. Çin Temür Batır bek askishgan. Soqchi tutib olmasimi, umoq toshqan, kiyiklarni o'ltirsa bo'lmaydi-da. U chaqlarda terilg'u yer oz, suv qis bo'lg'ashqa, ota-bobolarimiz Çin Temür Batırga o'xshash at minib, ovlab yashapdikan. Bir kuni Çin Temür Batır ovga chiqmoqchi bo'pti. U ovg'i nima elibopti? Misran qilichini apti. Yana tahi qo'liga alg'ir burkutni qo'ndirib, dumbisiga ya o'g'limi esibopti. U singlisiga o'tni o'chirmaslikni taplab yo'lga chiqibdi. Ot içip qalsa nima bo'ladi ekan?
Tamaq ətkili, çay qaynatqılı bolmaydı. Akşamı qarаңğıda qorqıdı. Məhdumsula ehtiyat qılmay otni öçürüp qoyupdu. Və bir gün saqlab oldurup, aksi kelmegenden keyin ot izdash üçün ögüzesiga chiqib, yiroqlarga qarapdı. Ot uçup qalsa, sarangida ot yaxsa boludu-gu. O çağlarda sarangi yo'q ekan. Bir qitim ot yiqib olsa, cho'g'ni o'chirmay saqlab, ot tutashtirdi ekan. O'rmonliqning chetida aka-uka ikkilardan boshqa hech kim yo'q ekan. Maxtumsula qandoq qipti? Maxtumsula yiroqdagi bir kapining mo'risidan tutun chiqayotganligini ko'rib, u yerda ot bor ekan deb o'ylab, nurg'un yo'l mingib, u kapiga beribdi. U kapida bir qeri yalmavuz o'ltirdi ekan. U yalmavuz Maxtumsuladan hamma ahvolni so'rab bilib olgandan keyin bir dal cho'g' beribdi. Cho'g'ni tutsa, Maxtumsulaning qo'li kuyib ketmamdi. Maxtumsulaning tömürdən yasalgan bir cho'g'dini bar ekan. Cho'g'ni shuningga silib apirib, ot yiqib, çay qaynatib, ichib uxlabdi. Әтsi yalmavuz kelib, Maxtumsulaning tapinini teshib, qinini sho'rab ichib apti. Maxtumsula o'libdimi? Yo'q, o'lmabdi. Hushidan ketib, yiqilib tushibdi. Kashda Chintimir Botir kelib, singlisidan ahvolni uqib, yalmavuzni o'ltirish uchun ishining kayniga mukib turibdi. Yalmavuz әтsi yana kepti. Chintimir Botir yushirinib olgan yeridan chiqib, yalmavuz bilan elishibdi. Heliqi yalmavuzning 7 beshi bor ekan. Chintimir Botir yalmavuzni qo'g'lab yurib, ming bir jafo mushaqqatda uning 7 beshining hammasini kesib tashlab, yalmavuzni o'ltiribdi. O'g'lim, Chintimir Botir rostili Botirmikan? Ha, Botir ekan. U qandoq Botir ekan? Atqa minib, Misron qilichini esib, 7 beshi bor yalmavuzni o'ltirgan Botir ekan. Senmi Chintimir Botirdek Botir bo'lg'in o'g'lim. Mening yo etim bo'lmasa, yo qilichim bo'lmasa, qandoq Botir bo'laman? Eti yo'q, qilichi yo'q Chintimir Botir bo'lsam, yalmavuz meni yavolmamdi. Men sana at elib beray, qilich elib beray. Atqa minib, qilichingni esib berib, yalmavuzni o'ltirgin. Bo'lamdi o'g'lim. Men yalmavuzni o'ltiralaymanmi? O'ltiralaysan o'g'lim, cho'qim o'ltiralaysan. Yalmavuzni o'ltirsam, soqchi tutib olib solab qo'ydi. Yo'q o'g'lim, odamlarni o'ltirsa, soqchi tutib olib turmaga solaydi. Yalmavuz degan butun insonlarning dushmani, soqchilarning dushmani. Uni o'ltirsang, soqchi tutib olmaydi. Ana, qilishni nega asidi? Botirlar beliga kamar bog'laydi. Qilishni ashu kamarga asidi. Dadam telefon taqaydigan yerigimi? Ha? Dadamning qilichi bormi? Yo'q. Dadam degan o'qituvchi tursa, qilich esib yursa bo'lmaydi. O'quvchilar qo'rqib ketadi. Bovamning qilichi bormi ana? Yo'q. Olma so'ydigan kichik pichig'i bor. Dadamning qilichi bo'lmasa, bovamning qilichi bo'lmasa, men qandoq Botir bo'la olayman? Ana, sizning qilichingiz bormi? Nima? Qilich? Menda bor o'g'lim, mening qilichim bor. Ana, rostmi? Sizda rostli qilich bormi? Menga elib bering-a, tasmamga esib olay. Qilichim bo'lsa, yalmavuzdan hargiz qo'rqmayman. Uni alg'ili bo'lmaydi. Menga ko'rsatib qo'ying ana. Men o'zim olay. Qo'lingni akal o'g'lim. Mening qilichim mana bu duk so'qib turgan yerda. Bu degan yurak. Shundoq o'g'lim. Mening qilichim shu. Qilich degan shundoq o'tkir tursa, yuragingizni kesib etmamdi. Kesib etadi, tilib etadi, yarı qilib etadi taxi. Yuragingiz kesilib ketsa o'lib qolmamsiz?
Yo'q o'g'lim, odamning yuragini shundoq bir qilish tilib, yarador qilib tursa, odam texmi ma'nilik, texmi yaxshi yashayalaydi. Ana, yuragingizdagi qilishda yalmovuzni o'ltirgili bo'lamdi. Bo'ladi o'g'lim. Yuragimda qilish bo'lg'ashqila bu dunyodagi jimiy buzuqchilik, zahar, ma'naviy bulg'inish va eski ishlarni o'zimga yaqin yo'latmay, qarshi turib, pok yashayapman. Dadamning yuragidami qilish bormi? Bor. Meningcha cho'qim bor. Ana, siz dadamning yuragidagi qilishni ko'rib boqqanmi? Ha, ko'rib boqqan. Qachon ko'rgan? Dadam nimishqa menga ko'rsatmaydi? Maktab mudiri ziyofatda haroqqa zo'rlab berganda o'ziga tanglangan qadahni egiz ko'tarib yerga atgan chog'da. Buzuqchilik o'g'larining oldidagi buvoqlarning kelgusiga echinib yosh to'kkan chog'da. Kecha-kechalab material ko'rib, kelgusi avlodlarning hayotlik yo'lini yo'rtish uchun izlanayotgan chog'larida. Har bir so'zi, har bir harakatida ko'rib turman. Yuragida qilish bor odam dadamdek kecha uxlamay ishlamdi. Kecha uxlamaslik boshqa bir gap o'g'lim. Eng muhim yeri shu odamning nima maqsadni ko'ngliga pukib, qaysi ishni qilishida. Xalq, vatan, kelgusi avlodlar uchun sherin uyqu, rohat, farog'atdan voz kechib, kech-kunduz al-g'amida yashaydigan odamning yuragida qilish bo'ladi. Ana, mening yuragimdami qilish bormi? Ha, bor o'g'lim. Sening yuragingdami farqiroq, o'tkir, kichikgina umoq qilish bor. Yo'q, kichik qilishda yalmovuzni o'ltirgili bo'lmaydi. Mening yuragimdami yo'g'on, dadamnikida qilish bor. Ana, yuragimga qilishni kim silib qo'ygan? Sen to'lg'andili bor edi. Dadang bilan men bu qilishni bilab, texmi o'tkir qilish uchun tirishdik. Bobomning uyidagi bilay toshqi bilabmi? Yo'q o'g'lim, yurakdagi qilishni tashqi biligili bo'lmaydi. Uni sana nurg'un kitoblarni elib berish, o'qib berish, qahramon botirlarning hikoyasini so'zlab berish, chiniqtirish, sayli sayohat qildirib, nazar doirangni echish, tabiatni tushundirish, bilim o'gitish, ulug' ajdodlarning shonliq tarixiy qissalarini so'zlab berish orqali bilab o'tkir qilamiz. Siz menga hikoya aytib bersangiz, kitob ilib o'gatsangiz, yuragimdagi qilich texmi o'tkir bo'lamdi. Shundoq o'g'lim. U chog'da yalmovuzning 7-5ning hammasini kesib o'ltirib o'talamdiman. Hozirgi yalmovuzlarni ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydi. Yalmovuz hozir haroq, tamaka, zahar, axloqsizlik, chirish, ma'naviy bulg'inish, kiyim-kechakka, rohat, farog'atga, dag'voslikqa berilish qatorliq shakllarda insoniyatning qinini asta-asta sho'rab tugatmoqda. Mening qinimni sho'ramdi. Jim turib bersak, hamma odamning qinini sho'raverdi. Ruhni xo'ritib, zaiflashtirdi. Mening qinimni sho'rib olsa, men o'lib qolmamdiman. Shuning uchun ularga qarshi tura oladigan botir bo'lishing kerak. Men yuragimdagi yo'g'on qilish bilan yalmovuzning hamma beshini kesib o'taman. Set yalmovuzni dadamningmi, sizningmi, meningmi, buvamningmi, Adil akam, marhaba ocham, Qadriya ukamningmi qinini sho'rg'ili qo'ymayman. Shundoq qilishing kerak, jinim botirim. Tushingda chin temir botirni ko'rgaysan. Uxlamasa qandoq tush ko'rgili bo'ladi? Amsa uxlayli. Yo'q, men uxlamayman. Uxlab qolganda yalmovuz kelib qolsa qandoq qilamiz? Yuragimizdagi qilishni bir qitim bilib etib uxlasak, yalmovuz qo'rqib bizga yaqin yo'l olmaydi. O'tganda biz uxlab qolganda uyimizga o'g'ir kirib, jiq narsalarimizni elib qochib ketibdi-kan.
Yana uxlab qolsaq, yalmavuz kelib, yuragimizga qilishni o'g'irlab kelsa, qandoq qilamiz? Yurakdagi qilishni hech kim o'g'irlay olmaydi, o'g'lim. Uni pat-pat bilab turmasa, datlashib, qardan chiqadi. Daim bilab tursak, texim o'tkirlashidi. Xo'sh, ana, men yuragimdagi qilishni chiң tutib uxlayman. Atdiganda sahar uyg'ong'in batirim.